Su haqqı to'lagan yerning o'chirisi qandoq ayriladi? Savol. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Biz bug'doy taragan yerga har bir mos uchun 100 ko'y suv haqqi to'laymiz. Buning o'chirisini qandoq ayiramiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Zimmindan chiqadigan ziroat usullariga o'chiri keladi. Janobi Alloh mundoq degan. U yana bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qilgan. Mevalari, dallari bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, zaytun va anarni bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan qilib yaratgan zotdir. Mevasi pishqanda ulardan yanglar, hosil olgan kunda haqqini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi. Ziroat yomg'ir yoki eriq o'stanlardagi bekorliq suv bilan sug'urilgan taqdirda olgan hosilga 10% o'chiri keladi. Kuch va chiqim bilan sug'urilgan ahvolda 5% keladi. Buningga barliq olimlar birdek ittifoq. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Osmondan, buloqlardan sug'urilgan yoki sug'armasimi o'zi yiltisi bilan suv ichadigan ziroatlarga 10dan biri, ya'ni 10% keladi. Suv akilib sug'uriladigan ziroatlarga 10dan birining yarmi, ya'ni 5% keladi. Ziroat usullarining o'chiri kelish o'lchami sahih hadisda mundoq kelgan. 5 vasaqaga yetmagan ziroat usullarida zakot yo'q. Bir vasaqni taxmin qilib ig'irlik o'lchamiga o'dillasak, 122 kilo 500 gramga, yana bir qarashda 130 kilo 500 gramga barobar. 5 vasaq 612 kilo 500 gramga, yana bir qarashda 652 kilo 800 gramga barobar. Buningga asosan barliq ziroatlarda mushu miqdordan oshgan hosil ilinsa, har yilda emas, har qatim hosil olganda o'chiri ayriladi. Hosulning o'zidan zakot ayirish munosib bo'lsa, o'zidan ayraydi. Sotgan puldan ayirish munosib bo'lsa, sotgan puldan ayraydi. Suv chiqimlaridan boshqa terib hosul elish uchun ketgan chiqim, boj, bozorga yo'tkash va qochirish chiqimlari, o'zi va oilasi yegan miqdor, shundaqla ziroat ishlari uchun olgan qarzmi hosul qimmatidan chiqarib etilib, ondan qolgan qismiga zakot ayraydi. Undan boshqa qarzlarning vaqti kelgan bo'lsa, sap hosil qimmatidan chiqarib etib, ondan qolgan qismiga zakot ayraydi. Yerni ijaraga olib taragan ahvolda ijara pulmi sap hosil qimmatidan chiqarib etilib, ondan qolgan qismiga zakot ayraydi. Hosilni setib, pulini uzun vaqt ololmasa, qachon qo'liga olsa, shu chog'da o'chirib berdi. Qo'liga ololmasa, o'chiri ayirmaydi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. 2016-yili 11-ayning 18-kuni. 35 numaralı fatva. 2. tom.